Turkiyada siyosiy inqiroz va keskinlik davom etmoqda. Prezident Erdo'g'on vaziyatni qanday hal qilishga urinyapti? Tramp AQShdan tashqarida ishlab chiqarilgan avtomobillar uchun 25% lik boj tarifini tasdiqladi. Mazkur qaror amerikaliklar va jahon davlatlari uchun qanday oqibatlarga olib keladi? O'tayotgan haftaning eng e'tiborli hodisalari tahlilini diqqatingizga havola qilamiz. Ortda qolayotgan haftada Turkiyada hukumat va unga muxolif kuchlar o'rtasidagi to'qnashuvlar davom etdi. Har ikki tomon ham o'zining haqligini isbotlash va keng xalq ommasi qo'llovini olish uchun barcha choralarni ishga solmoqda. Masalan, Turkiya prezidenti Rajab Tayyip Erdo'g'on muxolif partiya Cumhuriyet Xalq partiyasini milliy iqtisodiyotni sindirishga urinishda ayblab chiqdi. Prezident bu qilmishi uchun muxolif partiyani sudga berish bilan tahdid qilgan. Rajab Tayyip Erdo'g'on muxolifatdagi Respublika Xalq partiyasini milliy iqtisodiyotni qo'lashga urinishda aybladi va sudga murojaat qilish bilan tahdid qildi. Bunga sabab sifatida ushbu siyosiy kuchning aholini davlat bilan bog'liq deb hisoblagan bir qator turk kompaniyalariga nisbatan iste'mol boykoti e'lon qilishga chaqirgani ko'rsatilmoqda. Muxolifat shu tariqa hukumat tomonidan Istanbul shahar meri janob Erdo'g'onning bosh muxolifi Ekrem Imomoğlu'ning hibsga olinishiga qarshi norozilik bildirishga qaror qilgan. Prezident tarafdori bo'lgan Adolat va taraqqiyot partiyasi deputatlari oldida so'zga chiqqan Rajab Tayyip Erdo'g'on turk iqtisodiyoti tinchlik va jamiyat farovonligiga qarshi qilingan har qanday sabotaj urinishi huquqiy javobgarlikka tortiladi, dedi davlat rahbari. U Cumhuriyet Xalq partiyasini Ulug' Milliy Majlis parlamentda ikkinchi yirik fraksiya sifatida o'z siyosiy intilishlari uchun turk savdogarlari, ishchilari va tadbirkorlarni qashshoqlashtirishga tayyorgarlik ko'rishda aybladi. Hukumat muxoliflari hatto 20 ta korxonadan iborat qora ro'yxat ham tuzishgan. Unga qahvaxonalar tarmog'i, kitob do'konlari, mebel ishlab chiqaruvchilar, bukmekerlik idoralari, turistik kompaniyalar, shuningdek, yirik media korporatsiyalar kiritilgan. Muxolifat partiyasi vakillarining ta'kidlashicha, ushbu media kompaniyalar hukumat talablariga bo'ysungan va janob Imomoğlu'ni qo'llab-quvvatlash maqsadida o'tkazilgan ko'cha norozilik aksiyalarini jonli efirga uzatishni to'xtatgan. Cumhuriyet Xalq partiyasi raisi O'zgur O'zil So'zju nashriga bergan intervyusida iste'mol boykotining asosiy maqsadi aniq amaliy natijalarga erishish ekanligini bildirdi. Bu usul Turkiya Mustaqil sanoatchilar va tadbirkorlar uyushmasi Musiyat tomonidan qoralandi. Uyushma bayonotida boykotga chaqiriqlar iqtisodiy yutuqlarga zarar yetkazishi ta'kidlandi. Biznes dunyosi siyosiy bahslardan chetda bo'lishi kerak. Barcha manfaatdor tomonlar mamlakatimiz farovonligi uchun oqilona harakat qilishlari lozim. Bugungi kunda dunyo iqtisodiyotida raqobatbardoshligimizni oshirish, ichki ishlab chiqarishni rag'batlantirish va barqaror o'sish hamda bandligini qo'llab-quvvatlash vaqti keldi, deyiladi Musiyat tarqatgan bayonotda. Shuni tan olish kerakki, Ekrem Imomoğlu'ni qo'llab-quvvatlashga qaratilgan norozilik namoyishlari boshlanganidan bir hafta o'tib, Turkiya bozorlari birmuncha barqarorlashdi. Biroq ko'cha to'qnashuvlari boshlangan dastlabki kunlarda milliy valyutaning keskin qulashiga yo'l qo'ymasligi uchun Turkiya Markaziy banki o'z valyuta zaxiralaridan 25 milliard dollardan ortiq mablag'ni sotishga, ya'ni valyuta intervensiyasi qilishga majbur bo'ldi. Bloomberg Economics ma'lumotlariga ko'ra, turk lirasini qo'llab-quvvatlash bo'yicha intervensiyalar davom etishi mumkin. Ammo mamlakatdagi siyosiy noaniqlik investitsiya muhitiga tahdid o'laroq saqlanib qoladi. Shu bilan birga, yaqinda xalqaro investorlar bilan video konferensiya shaklida o'tkazilgan uchrashuvda Turkiya Moliya vaziri Mehmet Şimşek Turkiya milliy iqtisodiyoti barqaror ekanligini ta'kidladi. Uning so'zlariga ko'ra, ichki siyosiy jarayonlarning iqtisodiy ko'rsatkichlariga ta'siri vaqtinchalik va cheklangan ahamiyat kasb etadi. Ayni paytda Al Monitor nashri Cumhuriyet Xalq partiyasiga yaqin manbalarga tayanib, ba'zi norozilik bildiruvchilarning ko'chalarni tark etayotganini xabar qildi. Over 1,000 people have been detained in the past 5 days. Va namoyishlarni tarqatish uchun maxsus vositalarni ishlatgani bilan bog'liq bo'lishi mumkin. Al Monitor tahlilchilariga ko'ra, Turkiya muxolifati uchun asosiy tahdid shundaki, tez orada namoyishchilar charchashi mumkin. 30-martda musulmonlar uchun muqaddas Ramazon oyi tugaydi. Norozilik harakatlari bu paytda o'z-o'zidan to'liq so'nib qolishi ham mumkin. Shu sababli Cumhuriyet Xalq partiyasi uchun mavjud sur'atni saqlab qolish muhimligi ta'kidlanyapti. Bu partiya rahbari O'zgur O'zil So'zju gazetasiga bergan intervyusida o'z maslakdoshlarining asosiy vazifasi Istanbul meriga qo'yilgan hibs chorasini bekor qilish uchun huquqiy vositalardan foydalanish va Ekrem Imomoğlu'ning oliy ma'lumot diplomini Istanbul universitetidan qaytarish to'g'risida qaror chiqarishni talab qilish ekanini aytdi. Chunki oliy ma'lumot to'g'risidagi diplom mavjudligi
imom o'g'lining saylovlarda nomzod sifatida ishtirok etishi uchun muhim shartlardan biri hisoblanadi. Shu bilan birga, agar ushbu sa'y-harakatlar muvaffaqiyatsiz yakunlansa va Jumhuriyat Xalq partiyasi 2028-yilgi prezidentlik saylovlarida hibsga olingan shahar rahbarining o'rniga boshqa nomzod izlashga majbur bo'lsa ham, muxolifatning saylovoldi kampaniyasidagi asosiy ramzi va yuzi Imomog'li bo'lib qolishi aniq, deya izoh bergan Jumhuriyat Xalq partiyasi rahbari O'zgur O'zil. Xulosa qilib aytganda, Turkiyadagi iqtisodiy va siyosiy ziddiyatlar mamlakatning ichki barqarorligi va tashqi imijiga jiddiy ta'sir ko'rsatyapti. Jumhuriyat Xalq partiyasining boykot chaqiriqlari va hukumatning keskin javobi iqtisodiy muammolarni yanada kuchaytirishi mumkin. Shu bilan birga, Imomog'li atrofidagi voqealar muxolifatning birlashishiga va kelgusi saylovlarda siyosiy maydondagi kurashni yanada qizitishga sabab bo'lishi ehtimoli yuqori. Bu jarayonlar Turkiya siyosiy maydonidagi beqarorlikni chuqurlashtirishi va iqtisodiy strategiyalar uchun yangi sinov davrini boshlab berishi kutilyapti. AQSh prezidenti Donald Tramp butun dunyoni hayratga va xavotirga solishda davom etmoqda. 26-mart kuni milliarder prezident AQShdan tashqarida ishlab chiqarilgan avtomobillar va ularga ehtiyot qismlar uchun 25% boj to'lovlari kiritilganini e'lon qildi. Yangi tariflar 3-apreldan kuchga kiradi. Bunday qaror narxlarning ko'tarilishiga va AQShdagi ishlab chiqarishga salbiy ta'sir qilishi kutilyapti. Kanadada Trampning bu qarorini mamlakatga qarshi bevosita hujumga qiyoslashdi. Ekspertlarning aytishicha, Trampning bu xavotirli siyosiy qadami jahon savdo urushidagi jiddiy eskalatsiya bo'ldi. Bir necha 10 yillar davomida erkin savdo bitimi tufayli avtokompaniyalar Kanada, Meksika va AQShni yagona bozor deb hisoblab, ular orasida bojxona to'lovlarini joriy etmagan edi. Yangi bojlar nafaqat chet el avtomobillariga, balki dvigatellar va uzatmalar qutisi kabi ehtiyot qismlariga ham tatbiq etiladi. Ehtiyot qismlarga tariflar 3-maydan kechiktirilmay kuchga kirishi kerak deb ko'rsatilgan Tramp imzolagan ushbu farmonda. Avtomobil ishlab chiqaruvchilari qo'shimcha xarajatlarni iste'molchilar zimmasiga yuklashi tabiiy. Chunki ular o'z ta'minot zanjirlarini osonlikcha AQShga ko'chira olishmaydi. Tramp joriy etayotgan yangi tarif natijasida AQShda yangi mashinalar narxi ancha qimmatlashishi mumkin. Cox Automotive tadqiqot firmasi hisob-kitoblariga ko'ra, bu bojlar Meksika yoki Kanadada ishlab chiqarilgan har bir mashina narxini $6000 ga oshiradi. Ma'lumki, Amerika Qo'shma Shtatlari, Yaponiya va Janubiy Koreyadan ham ko'plab avtomobillar import qiladi. Bozorning kamroq miqdordagi ulushi esa Germaniya, Italiya, Shvetsiya va Buyuk Britaniya hissasiga to'g'ri keladi. Yuqori narxlar xaridorlarni cho'chitib, avto uyushmalarini ishlab chiqarishni qisqartirishga majbur qiladi, deydi Cox Automotive bosh iqtisodchisi Jonathan Smoke. Unga ko'ra, Amerika zavodlari har hafta 20 mingta kamroq mashina ishlab chiqarishga o'tadi. Bu odatdagidan 30% kam deganidir. Bojlar nafaqat xaridorlarga, balki avtomobil ishlab chiqaruvchilar va avtosalon xodimlariga ham zarar yetkazishi mumkin. AQSh Mehnat statistikasi byurosi ma'lumotlariga ko'ra, mamlakatda 1 millionga yaqin kishi avtomobil va ehtiyot qismlar ishlab chiqarish sohasida mehnat qiladi. Yana 2 million kishi avtodilerlik markazlarida ishlaydi. Agar avto uyushmalar ishlab chiqarishni sezilarli darajada kamaytirsa, ehtimol ular zavod ishchilarini majburiy ta'tilga chiqarishga majbur bo'lishadi. Avtosalonlar esa ish o'rinlarini qisqartirishga majbur bo'ladi. Amerika avtomobil ishlab chiqaruvchilari va xalqaro raqobatchilari Trampning bayonotidan yumshoq qilib aytganda hayratga tushgan. Global Data tadqiqot kompaniyasi ma'lumotlariga ko'ra, o'tgan yil Amerika Qo'shma Shtatlarida sotilgan mashinalarning yarmidan ko'pi xorijdan import qilingan. Reuters agentligining xabar berishicha, General Motors aksiyalari bu yangilikdan so'ng ikkinchi bozor savdolarida 8% ga tushib ketdi. Ford va Chrysler Stellantis aksiyalari 4,5% ga pasaydi. Osiyo bozorida Toyota, Honda va Hyundai Motor aksiyalarining narxi 3-4% ga tushib ketgan. AQShda ishlab chiqariladigan, lekin ayrim ehtiyot qismlarini import qiluvchi Tesla kompaniyasi aksiyalari esa 1,3% ga arzonlashdi. Tramp o'zi kiritgan bojlar Tesla uchun zararsiz, hattoki foydali bo'lishi mumkinligini aytdi. Uning so'zlariga ko'ra, bu choralar ishlab chiqaruvchilarni Kanada yoki Meksika emas, balki AQShga ko'proq sarmoya kiritishga, o'z zavodlarini Amerikaga ko'chirishga undaydi. Tesla rahbari Elon Musk esa bojlar ehtiyot qismlar narxiga ta'sir qilishini tan oldi. Shu bilan birga AQSh prezidenti agar Xitoy hukumati uning ma'muriyati vositachiligida tuzilgan TikTok bo'yicha bitimni ma'qullasa, Pekinga qarshi tariflarni biroz kamaytirish mumkinligini bildirdi. Yodingizda bo'lsa, ByteDance kompaniyasining TikTok ilovasi AQSh bozoridan chiqarish yoki amerikalik investorlarga sotish haqidagi qarori Bayden prezidentligida davrida qabul qilingan edi. TikTok bu choraga qarshi chiqdi, ammo AQSh Oliy sudi Bayden ma'muriyati davrida ushbu qarorni qo'llab-quvvatladi.
Ushbu ilova Tramp inauguratsiyasi oldidan bir muncha muddatga bloklangan edi. Biroq yangi prezident bu qarorni qayta ko'rib chiqishi mumkinligini bildirgach, o'z faoliyatini yana qayta tikladi. Shundan keyin Tramp 5-aprelgacha TikTok sotilishi yoki yopilishi kerakligini ko'zda tutuvchi farmonni imzolagan edi. Ayni paytda esa AQSh vitse-prezidenti J.D. Vance va milliy xavfsizlik bo'yicha maslahatchi Michael Waltz TikTokni sotib oluvchi xaridorni topish ustida ish olib borishyapti. Qiymati $50 milliard baholanayotgan mazkur ijtimoiy platformaga nisbatan qiziqish hamon yuqori bo'lib qolyapti. ByteDance esa bu borada hozircha hech qanday izoh bergani yo'q. Kanadaning yangi bosh vaziri Mark Carney Tramp tomonidan joriy etilgan avtomobil tariflarini mamlakatga bevosita hujum deb atadi va savdo urushi amerikaliklarning o'ziga ham zarar yetkazishini ma'lum qildi. U farmonni asossiz deb baholab, saylovoldi kampaniyasini to'xtatib, AQSh bilan munosabatlarga bag'ishlangan maxsus hukumat qo'mitasi yig'ilishini chaqirishga majbur bo'ldi. Ma'lumki, avtomobillar eksporti Kanada eksportidagi ikkinchi yirik soha hisoblanadi. Carney bu tarmoqda 125 ming kishi ishlashini, yana qariyb 500 ming kishi esa avtomobil ishlab chiqarish bilan bog'liq tarmoqlarda band ekanini ta'kidladi. U Trampning tariflaridan zarar ko'radigan ishchi o'rinlarni himoya qilish uchun $14 milliard strategik javob fondi tashkil etilishini e'lon qildi. Bir so'z bilan aytganda, Trampning xorijiy avtomobillar va ehtiyot qismlariga nisbatan joriy qilgan 25% bojlari nafaqat AQSh, balki butun dunyo avtomobil sanoati uchun jiddiy oqibatlarga olib kelishi mumkin. Bu chora ichki ishlab chiqarishni rag'batlantirish maqsadida qabul qilingan bo'lsa-da, amaliy natijalari savdo munosabatlarining yomonlashishi, ishlab chiqarish hajmining kamayishi va avtomobil narxlarining ko'tarilib ketishiga va eng yomoni xalqaro munosabatlarda jiddiy zo'riqishga sabab bo'lishi mumkin. Ortda qolayotgan haftada jahon siyosatida ro'y bergan muhim voqealar tahlili asosan shulardan iborat edi. Dam olish kuningiz maroqli o'tsin. Keyingi haftada yaxshi yangiliklarni muhokama qilish nasib etsin. Xayr, salomat bo'ling.